mazali va chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan bulchkalar tayyorlaymiz. Idishimizga avval iliq sut, bir osh qoshiq dro'jja, shakar va bir dona tuxumni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan elangan unni yaxshilab elab, qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlaymiz. Xamir so'ngida ozroq sariyog' solib, yumshoqqina xamirni tayyorlab olamiz. Tayyor xamirimizni ustini yopib, iliq joyga 1 soatga olib qo'yamiz. Pishib chiqqan xamirlarimizni bo'laklarga bo'lib olamiz. Endi har bir bo'lagini yumaloq ko'rinishda yoyamiz. Ichiga xohishiga ko'ra nachinkasini solsangiz bo'ladi. Men tvorogdan foydalanaman. Xuddi shu ko'rinishda kesib, bir chekkasiga tvorogni solamiz va ustini yopamiz. Chiroyli ko'rinishda tugib olamiz. Ustidan tuxum sarig'ini surib, qizib turgan duxovkaga 180 gradusda pishirib olamiz. Mana bulchkamiz tayyor, yoqimli ishtaha.